كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bulay deb xabar etilar. Agar u müezzinni eshitsa, onun aytgan so'zlarin qoboqli turgan bo'lgan. Lekin hayya alas salah, hayya alal falah so'zlarini borib eshitgach, u haligi so'zlarni qoboqlamisha, kuch ham quvvat boritik Allohdandir deb aytadigan bo'lgan. La havla va la quvvata illa billah. Muazzinning har bir aytgan so'zlarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qabul etgan. Masalan, muazzin boshlaydi. Allohu akbar deb. Payg'ambarimiz shulay qabul etgan. Allohu akbar. Ham shulay aytib har bir so'zin muazzinning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qabul etgan. Lekin muazzin hayya alas salah, hayya alal falah deb aytgach, Peygamberimiz qabul etgan bo'lganmi? Yo'q. Narsa deb aytgan? La havla va la quvvata illa billah. Ya'ni kuch ham quvvat borlik Allohdandir deb aytadigan bo'lgan. Boshqa barliq so'zlarini muazzinning qabul etgan bo'lgan.